Atiyazmi keldi, endi xonim xotinlar bo'p bir mahal mush otdan oziq-tulik talishib, otning oziq-tuligini tatib olib, mush otga bermay o'zi yeb bir mahal atiyaz faslini o'tkazdi. Bedi degan etizliqlar bo'lsa, otning o'rniga xonim xotinlar to'kilib ketadi bedi terimiz deb. Qanday ahvolinglar do'stlar, yaxshimi? Men Taranch Kilim Muyassardan hammanglarga o'ttiq salomlar bo'lsin. Bugun bizmi boshqa xonim xotinlardan qilib qolmaylik deb, mush otning yem xashigini tatib oliblar. Bo'ldi sen yemay tur, bugun biz yeymiz deb bedi etishni boshlab ketdik. Hamsi men o'xshashmish bedi cho'chorni yaxshi ko'rdigan, bedi cho'chor etilgan vaqtida oshqozni yo'g'lab ketib, bir taxsini o'rniga ikki taxsini komli qo'ydigan. Moshda bedi cho'chorga Amra xonim qizlar Pinglon rayoniga chiqishamdiq. Qaysinglar yaxshi ko'rsizlar men o'xshash bedi cho'chorni? Ammo men mush otlar bilan bir oila tug'ilib qoldimikin deyma, jinim ballar bedi cho'chor desa, hatto saqlab qo'yib qishdim yeydiganda men bedi cho'chor aytadiganimni anglab mush hayajonimni bosanmay, chashnimni bo'g'may, aldirashchilikda bedini ilg'ashni boshlab ketdim qizlar. Anan degan tayyorligimni qilib, mana bedlarni yuyib qattiq bedi cho'chor aytaman deb tayyorlik ketib bormanda. Esinglarda bormi qizlar, kichik vaqtimizda mush oplarimiz bedlarni terib, uyga kelib mushni so'qqib, qo'shnilar bilan birlashib, urug' tuqqanlar bilan birlashib etadigan. Chunki buni 10 odam etib, bir odam yeydigan tomoq emasmi bu? Oshta qilib etib bedi degan shunchilikimi bir dosh qazonlar yo'g'on qilib etadi. U vaqtlar nada qiyim qilish mashinalari ay to'kildi tufayli döşüdü chanab, opalarimizning iliq yog'och döşlari deganning mush ko'kirib necha kungacha bedining izi chiqmaydi-da. Ammo bedining izi chiqmaslar, mushu bedi ko'k cho'chor yegan tava bo'lmaydi-da. Ammo mush bedi mezgilida shahardan tuqqanlar kelib qolmasında, mush har bir tuqqan yo'qmoqchi bo'lib, uy-uylar kirib mush yezdi 5 kun turib qolganmiz. Bedi cho'chor yeyma deb chiqqan og'iz buni kaychil to'yg'izib kirgizib o'timiz-ku shaharga. Endi uçaqlarda shaharda bedi olmagan ekan, mas haradikilar nim deb o'ylaydi desanglar, voy agama cho'qim bedi yegim keldi el deb o'ylaydi-da. Ananki o tuqqanlarni cho'qim bedi cho'chor etib chaqiradi-da. Akasini o'ygasin bedi cho'chora, inisini o'ygasin bedi cho'chora. "Ey aka, sen bedi yemagandan kelama uyga, men bedi cho'chor etib seni chaqirdim" deb. Yana bir o'ygasin bedi cho'chora. Oxir bichar shaharliklar bo'ldi, meni ot bog'laydigan o'qo'g'i bog'labli qo'yib bedil tashlab beringlar. Deb endi shunda bir qiziqarlik ishlar bo'ladigan. Voy sen qancha qitim yeding bedi cho'chorni deb, sen qancha qitim yeding deb. Oz yeganlar mazaq qilatdiq, oz yebdi bedini deb. Shunchalik darajada bir bedi etish aytiyas masalada bir mod bo'lgan qizlar. Shundaq bir ma'nilik balliqlarni o'tkazgan qo'y ballar biz, shundami? Oshta qilib mana shu gaplarning dalili subtira bo'lganmish bedi cho'chorni etishni men boshlab berdim-ku, yo'qsa etib bo'ldinglarmi? Ol deb degan hamda Pinglon rayonida bedi cho'chor qaynaydi. Avval bedilarni pokiz ilg'ib atgandan keyin uni necha tasqanda yuyib, qizlar bayağı jug'a yerimni oldiraydim deb kesib o'tibdi. Men nima degan jiq shugan bedi, voy onamay bir dostimi tugdi, oshta qilibmish putunmish bedi deganni sug'uchilab qayta yuyatgandan keyin anandan keyin buni akab qo'raymizda qizlar azroq achchiq chiqasin deb. Kichigin tuzlashib shunda payzuludi. Odatda boshqalarlikdek abjashmay uchi-buchi deganek narsalarni yeydi-ki, endi bu issiqnaludi deb aytgan tomoq bo'lgandan keyin deb taranchilar faqat boshqa narsa sanmaydi. Ash odatdagi boshqa o'zimizdan shu yavatgan meva, qo'y shuningda bir sapxini quyimiz, bedini solimiz, qo'raymiz bo'ldi. Azroq tuzlarimizni tetitiblam. Mana shundaq leganga ilib olgandan keyin talaga chiqib birdan muziltib qo'ydik-da buni. Appam bo'ldi, meni xemay jug'urong deb qo'yibdi-ki, bolam toshda qattiq jug'amsangiz bo'lmaydi deb. Voy bichar xemay bo'g'ini to'yg'izib atdim. Yochi qonamda danglar, omash yetiganda hali jug'uribdim. Men 2 soat xemay qilib ketdi-da, shuni bilan oxir bu xemay opamning shu tekshirishini o'tgandan keyin yeyishga boshlab ketdi. Qaynonam ashni yayig'icha 2 yig'iz hayvat qilmasam bo'lmaydi jinim qizlar. Men atiyaz keldim, men qardab yerilib satlishadigan, men yuzdirlarning qo'riqlari adab, men yishinglardan nechasi cho'ng ko'rindigan vaqtlar kelib qoldi. Atiyazning kelishi bilan to'ylar qaynaydi, men yetdan keyin qizlar, men to'yladi yuzinglarni 80 qo'riq qilib, men ayolinglar bilan birga berib qolsanglar, bir sumallik tinda qilib jumasdan, men yuzdiringlarni asrab, teriringlarni chingitib, val paqirtinglar qizlar. 288 qo'yliq 4 davlatdan import qilib turib ishlab chiqargan 5 yurishlik teri asrash yurishkim, 100 yo'qqa so'ruya javhar kashikmay qatorliq teri chingitib sutuluqlab terini oqatadigan. Teranglarni tozalab turib, mush bo'shab ketgan, sanglab ketgan o'rinlaringlarni to'shtirib turib, teranglarni ajoyib bir xil nurli holatga akab beralaydigan ma yurishlikni ilib olmasanglar bo'lmaydi. 99 qo'ydim faoliyat qilib berdim. Biz miyada chashiqqa yilim shiltimiz, chechimizning yiltizini chingitdi deb. Amerikada daraxtning yilimini 100 ga shiltirgan. Kapum deb bir daraxt bor ekan, uni ishlatsa 100 ga chingiydi deganda ularning. Shunga kapum qo'shilgan materiallar vahshiy alqishinib setildi ekan. Men zavoddan mush tavxirimni chiqargan vaqtimda zavodning mangshida degan teri chingtirgan mahsulot ishlamoqchi bo'lsang, Amerikadan kapum degan daraxtning yilimini import qilib turib ishlab chiqarsang, andan keyin teri chingtirganga haqiqiy foydasi bo'ldi dedi. Qo'rqmay turib, mana men yalang oyoq suvdan qo'rqmabdi deb, men ash Amerikadan import qilgan daraxtning yilimini qo'shib turib mahsulotni ishlab chiqargan. Shunga do'stlar, teranglarni yilimdek ching, yilimdek faqroq holatga akab berdi. Haqiqiy unumi bor isil mollarni mana men setyapman. Ba'zi qizlarning savollariga tushib ketaman. Rostli
qo'riq yo'qtamda 4-5 kun qo'riq yo'qtamdir. Men unda hormonlik mal satmadim. Buni amildarlashlasın bo'lgan, kichik bolalar cho'nglashlasın bo'lgan qilib chiqardim. Agar teringizda 3 kundan 4 kungacha ko'tirdi, qo'riq yo'qdi degan bo'lsa, u hormonlik mahsulot jinim qizlar. Men unda hormonlik mahsulotni setib haqni oldimayman qizlar. Men yomon jappadam ma kunga kelgancha, shunga men unda saxta mahsulotlarni hargiz sotmayman. Mening mahsulotim ishonch qilib, mening teram bir tigidin yaxshilansa, nurlansa, asta-asta teram chingaysa, qo'riqlarim asta-asta yo'qsa degan qizlar osonlar bo'ldi. Cho'nqur qo'riq yo'qdi deb bermayman. Ammo enchki qo'riq, saxta qo'riq, faliollarni yo'q chiqa haqiqatan yordam berdi. Juma emas seri qarorumga marhamat. Basirtimni besib kirib seri qarorumda evasanlar bo'ladi. Alamgan qizlar iliq nimalarni qoldirib qo'yamsizlar. Ikki qizlarni so'zlab boqchi cho'chirmiz pish bo'pti. Kamamsizlar qizlar. Ammo jinim qizlar mush yo'ldishim cho'chiratganimni ko'rib qolmasin. Otdan yem xashak tolishib deblam qattiq yemaydi. Qolgan oila a'zolarimizning hammasi yemizdan sho'ng bo'lgan jo'zlar bizning ar yo'q. Vlogimni mishad oxirlashtiraymi qizlar. Ems xayr xo'sh at ko'rishaylik, meni qo'shilishni unutib qolmanglar.